samolyot uchyapti. Men raspakovka qilganimda abamam tinmay gapirib turadilar. Ona Bek degan ayol bor bizga. Va Qirmizgul degan qiz bor. Qirmizmas, Qitmirgul bo'lib ketdi. Demak, raspakovkamizni boshlaymiz. Bugun odatiy raspakovka qilamiz, ya'ni O'zbekistondan olib kelgan narsalarimizni raspakovka qilamiz. Nima deyaptilar? Birinchi mana bundan boshlayman. Mana buni oldim video olayotganimda. Negativchilarga mana deydigan emas, mana sizga deydigan qo'l oldim. Va jiyanimga bitta maktabga kirganda manu deb ko'rsatib turarlar deb oldik. Maktabga olib chiqib o'ynaydimi o'zi biladi. Qirmizgulga zakolkacha, yulduzchalik. Onasiniga ham bordi, kir mashinaga yuvib yuboribdi. Endi bilmayman nima bo'ldi. Olibiyongdan The Ordinary tonerini oldim. Bu toner shunaqa xususiyatlarga egaki, dog'laringizni ochartiradi, terlagan joylaringizni, terini yo'qotadi degan toner. Bitta bordi, tugadi, yangisini olib keldim. Faqat bitta joyda bor ekan, qolgan olibiyonglarda yo'q ekan. Bitta o'sha kiyimdagini bor ekan, o'sha yerdan olib keldim. Serumi niatsinamid bilan zinkimi qo'shilgan. Niatsinamid 10%, zinki 1%lik serum. O'tgan safar ham ishlatyaptim, u tugadi, endi yangisini oldim. Kichkinasini oldim. Chunki kichkinasini ham ancha ishlatyapman. Unchalik qimmat emas, ikkalasini 25 mingga oldim. Qurut. Mashqurt zo'r ekan, yog'li, katta. Va yana qurut kiymaydan. Onam qurut yegilar kelgan ekan, qurut olib keldik. Kolbaski, ragali qilmoqchiman. O'shanga varyonni, malako, somsani xamiri, o'zimiz ham qo'limizda qilsak bo'lardi, qo'limiz sinib tushmaganda, lekin tayyorga ayyor bo'lib shundan qilamiz. Suyak sho'rva qilamiz. Bir qilib ko'raylik, qanaqa bo'larkan. Albatta simichka, bo'lmasa simichka. Bugun bu safar qora simichka oldik, oldin oq simichka olardik. Oq simichkani ichi sal pipinaylagan g'alati ta'mi borga o'xshadi. Qorasini oldik. Kupangdan dastavkamiz kelgan. Yog' oldim. Yog'ini ta'mi nimagadir chiqmayapti. Osh qilsak so'rilib ketib qolaveryapti. O'shanga onamga O'zbekiston oshxonadan yog' oldim 3 litr. Tez tugab qolyapti nimagadir yog' yeyamizmi biz? Oldin yog' ishlatmasak ham shekilli tugamas. Va kir yuvadigan parashogoniga listga o'xshatib qilingan kir yuvadigan secheni nima deydi o'zbekchasiga? Iji mo'shani ishlatamiz. Ichida 1 2 3 4 5 akspachka bo'lar ekan. Mana bunaqa ko'rinishda. Lekin nimagadir yaxshi yumayotganga o'xshayapti. Qanaqa asosan shunaqa aytib chiqyapti. Dog'lari joy-joyida. Shuning uchun menga o'zingni ishlatadigan yaxshi parashok bo'lsa tavsiya berib, kommentariyada yozib qoldiringlar. Iltimos, maslahatingni kerak. Qaysinisi yaxshi? Ishlatib ko'rgandan so'ragan yaxshi-da, baribir har xil nob ishlatavermasdan to'g'rimi? Senga maslahatinglarni kutib qolaman. Raspakovkamiz tugadi. Endi suyak sho'rva qilgani olg'a. Keyingi raspakovkalarda qimmat raspakovkalarda uchrashguncha xayr degan